Men shu kunlarda katta bir kitobni o'qib, shu bilan tanishishni boshladim. Bu kitob qo'shlik ijodkor, tarixchi, olim Odiljon Dadajonovni Moziga qaytib deb atalgan katta formatdagi juda chiroyli bir kitobi. Endi birodarlarimiz ko'plariga yaxshi ma'lum, o'sha qadimdan shu o'zbek madaniyatini markazlaridan biri bo'lib kelgan. Bu yerdan juda ulug' katta o'zbek shoirlari, olimlari, mutafakkirlari yetishib chiqqan, o'z hunarini san'at darajasiga aylantirgan odamlar, shu kasb hunari, halol mehnati bilan yurtga tanilgan odamlar yashab kelgan. Ana shularda har biri albatta katta bir shonli hayot yo'lini bosib o'tgan. Lekin afsuski yillar o'tgan sayin ular olamdan o'tib ketib, keyingi avlodlar ularni unutishga ham mahkum bo'layotgan holatlar bor. Shu ma'noda Odiljon yuzlab odamlarni uylariga borib, bola chaqa, nevaralari, ularni tanigan odam, mahalladagilar bilan suhbatlashib, juda qattiq mehnat qilib, shularni hayot yo'llarini bizni ko'z oldimizda boshqatdan bir gavdalantirgan, bugungi kunga biz yetib kelishimizga sabab bo'lgan, shahrimizni, mamlakatimizni shunchalik obod qilgan odamlar haqida juda ko'p mehnat qildi. Bu hali xamir uchidan patir, chunki birinchi kitob deb atalgan. Hali bu kitobning davomlari bo'ladi. Biz ana shunday kitoblarni o'qiganimiz sari o'zimizni ona shahrimiz, qo'shni, uni atrofidagi maskanlarni yaxshiroq taniymiz. Bu yerda o'tgan ulamolar, davlat arboblari, har xil olimlar, shoir, yozuvchilar, turli kasb hunar egalarining hayot yo'llarini yaxshiroq bilamiz va shu orqali bizda mamlakatimizga, vatanimizga, shu suyukli shahrimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz nihoyatda ortib boradi va bu bilan bizning ma'rifatimiz yangi bir pog'onaga ko'tariladi deb ishonaman. Chiroyli nutqlarni